Nardagiray 2011-yil zo'r sostoyanadagi polniy asvejit qilib sepilgan Matiz'ni ko'rsataman sizlarga. E'tibor beringlar. Lupalarini vashi chiroyli derskiy turibdi. Bilet lupalar qo'yib qo'yilgan, elegant diska balonlarda, balonlarning sostoyanasi vashi zo'r. Mashina ideal holatda. Apshkalariga e'tibor beramiz. Polniy akvaprint qilingan, apshkalari qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Tarpetkalari ham tinib turibdi. Xo'p, TS monitor, ya'ni Tesla monitor qo'yilgan ekan. Rul bor, chexollari vashi ideal, poliklar qo'yib qo'yilibdi. Patologlari alikantari, xullas derskiy mashina, tinni olish kerak, haydash kerak. E'tibor beramiz. Orqa tomoni sizdinlari cho'kkan joyi hech narsanaqasi yo'q. Yangi chexollarda turibdi. Kenwood kolonkalar qo'yib qo'yibdilar. Ikkita orqa eshigi и laboyga tonirovka urilgan, yangicha faralarda mashina xullas vashi cho'tki. Maza haydashli bo'lib turibdi. Hech qanaqa ishi yo'q deyaptilar. Motori soatda ishlaydi. Hadovoyda ham hech qanaqa ishi yo'q deyaptilar. Mana shu mashinani bitta taxmin qilib ko'ringlar, nech pulga ketadi. Rosti kasim mehr berilgan mashina ekan. Xullas, narxini kelishadigan joyida oxirgi narxida gaplashib, kelishib, "Oka" dedim, narxini tushib bering dedim, baland aytyapsiz dedim. Oxiri 3600 ga narxini tushirib qo'ydim sizlar uchun. 4000 dan baland aytyaptilar. Chunki bu mashinaga yaxshigina mehr ketgan. Bitta olasizlar, maza haydaysizlar o'rtoqlar. Yana shunaqa yaxshi mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, obzor tomosha qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Sog' bo'linglar. Elegant plus qop-qora Gentra topib qo'ydim. Yili ham yangi ekan, 2022-yil 18000 probekda. Hamma yog'i top-toza deyaptilar, 1 gram kraska yo'q ekan. Xo'p, zavodskoy diska balonlarda chiroyli turibdi, yangi deb bo'lib turibdi. Saloniga bitta qaraymiz. Video registratori bor. Hamma yog'i tinnu top-toza bo'lib turibdi o'rtoqlar. Bitta chexol taqib orasizlar. Kraska praska o'chgan joylari yo'q. Probekga kelganda mana 18700 probek. Xo'p, Magicar pultlari bor ekan. Orqa tonirovkalari bor, faqat benzinli yurgan, gazi yo'q. Gaz xolisanglar o'zingizlar qo'yib olasizlar. Bitta aylantirmani ko'rsatyapman. O'zini zavodskoy orqa faralari turibdi. Mashina chiroyli bo'lib turibdi. Nima qilish kerak? Faqat haydab yurish kerak. Narxini 14000 dilar, oka, bosh xotirmay ozgina kelishtirib bering dedim. Bekto'g'a, ya'ni meni nomimdan chiqadigan bo'lsanglar, shu mashinani 13500 dollarga olib ketish imkoniyatingiz bor. Xohlasanglar через bank qilib olsanglar ham bo'ladi. Bu mashinani prosta olish kerak, haydash kerak, foydalanish kerak o'rtoqlar. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz и Gentra haydaydigan yoki Gentra olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. 2013-yil qop-qora sizlarga Lacetti topib qo'ydim. Ko'p yurmagan ekan, bitta qo'l egasi dedilar. Xo'p, 255000 probek, kalenkasida petno o'sha kraskalari bor ekan, ozgina ichiga o'tmagan, suyagi butun, mashina zo'r, hech qanaqa xarajati, ishi yo'q deyaptilar. Akkumulyatorlari yangi, hali garantiyalari bor ekan. Xo'p, diska balonlari zo'r turibdi, balonlari yangidek. Sostoyani vashi ideal. Salonni bitta ko'ramiz. Ko'rasizlar, Duboviy akvaprintlarda chiqqan. Mana apshkalari tinnu top-toza turibdi, qirilgan, chizilgan joylarini ko'rmadim. Maza haydaysizlar, patologlari ham top-toza. Xo'p, probekini mana o'zingizlar ko'rasizlar. 256000 probek ekan. O'zini maytfollari mexanika, o'rtoqlar. Mexanika, qop-qora. Tonirovka qilib olsanglar bo'ldi. O'zini faralarida turibdi. Mashina zo'r holatda lekin bor, rostigasim zo'r holatda. Bitta odam haydasa o'zi mana shunaqa sostoyani bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Xo'p, narxini 7700 dedilar. Oka dedim, sal qimmatroq kelishtiring desam, sizning nomingizdan kelishadigan bo'lsa 7200 qilib beramiz deydi. Nima qilish kerak? Olish kerak, foydalanish kerak o'rtoqlar. Men pastda raqamlarni qoldirdim, aloqaga chiqarasizlar. Bundan-da qiziqroq kontentlarni, yaxshi mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanaliga o'tib olinglar. Sog' bo'linglar. Oppo Cobalt topib qo'ydim yana sizlar uchun. 2020-yil 162000 probek. Motorlari, akkumulyatorlari cho'tki hammasi, gazlari bor ekan. Salonni bitta ko'ramiz. Salon tinnu holatda. Apshkalari top-toza, chiroyli. Tepa patologlari ham zo'r. Xo'p, xrom detallar qo'yib qo'yishgan ekan. Mashina olib faqat maza haydash kerak. Balonlari zo'r holatda turibdi. Diska balonlari o'zini zavodskoy diska balonlarda. Mashina cho'tkilagan. Narxini zo'r narxi berdilar, lekin 10700 dedilar. Oka dedim, ozgina tushiring dedim, kelishtiring dedim-da. 10300 ga sizlar uchun mashinani kelishib qo'ydim. Xo'p, bundan tashqari yana bitta mokrisi bor ekan. Bunisi 2018-yil 260000 probek, gaz balonlari bor.
Mashina tinnu qatida kraskalari bor edi aka. Xo'p, uchta joyda petno bor ekan, kapot ustida. Ha, bu mokriyda ikkita eshigida bor. Bunda kapoti bor va qanotda bor ekan. Xo'p, diska balonlari zo'r turibdi. Yaxshi diska balonlar taqib qo'yilgan. Mercedesga baloni yaxshi holatda. Salonni ko'ramiz. Xo'p, richakka chexoli taqilgan, monitorlari bor. Apishkalariga bunaqa ko'jalar qilib qo'yilgan ekan. Qirilgan joylarini ko'rmadim. Patologlari top-toza. Ustida mana patolog tarpetkada chexoli ham bor. O'zini zavodskoy chexoli turibdi deynilardi. Barlari chotki, polik bor. Mokri xolisinglar bitta chiroyli qilib polirovka qildirib yuborsanglar bo'ladi. Atak o'zi normalniy. Bitta tonirovka kursanglar bo'ldi. Mokriga tonirovka kursanglar vashi zo'r bo'ladi lekin. Bunaqa joylarda nikellarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Xo'p, bunisini 9300 ga bo'ladigani berib yuboramiz deyshti. Pastda nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqib turamiz. Men nomimdan chiqsanglar balkim kelishtirishligi mumkin. Opposilarga chiroyli ikkita mana Spark topib qo'ydim. Bittasi 2016-yil, bittasi 2019-yil. Kilovi ham 300 mingdan oshiqroq yurgan ekan. Xo'p, gazlari bor, motor tetiy turibdi. Sostoyani zo'r, polirovka qilib, chiroyli qilib tayyorlangan ekan. Balonlari zo'r holatda, bemalol yurasizlar. Xo'p, bunda 2019-yilida ikkita eshikda kalinkasida bor ekan. Sostoyanilar zo'r. Ikkita deflektor qo'yib qo'yishdi. O'zini zavodskoy chexollarida. Poliklari bor, gaz balon bor. Hop, mechikar qo'yib olsanglar bo'ladi, bemalol tonirovka qilib olsanglar chiroyli bo'ladi. O'zini faralar turibdi, pastda ham difuzor deydim, shunaqa narsalar bor ekan. Sostoyani ideal. Narxini ham ko'rsatib o'taman. Buni narxini 6300 deyaptilar. Xudo xolisa aloqaga chiqsanglar, meni nomimdan agar chiqsanglar, kelishtirib, xudo xolisa chiroyli qilib beradilar. Bunisi mana 2016-yil. Bunda ham gaz balonlari bor ekan, motor zo'r turibdi. Olib maza haydaysizlar. Diska balonlari bor, chiroyli diska taqib qo'yilibdi. Balonlar hali yaxshi ekan. Xohlasanglar almashtirib olsanglar ham bo'ladi. Salon chotki. Zo'r, mana hech qanaqa qirilgan joy ko'rmadim. Rullarda pultlari bor ekan, karbon qilib qo'yilibdi. Tayyor. O'zini zavodskoy chexollarida, mexanik ikkalovi ham, bunisi ham. Mana patologlarigacha e'tibor beringlar. Top-toza. Bunda kapotida, kalinkasida petno bor deyaptilar. Xo'p, chiroyli farlar taqib qo'yilibdi. Orqasida mana difuzorlari bor. Mashina zo'r. 2016-yil bunisini 5900 ga berib yuboramiz deyaptilar. Telefon qilsanglar o'rtoqlar, balkim kelish imkoniyati bo'ladi. Muomala qilsak, xudo xolisa har joyda hamma narsaning iloji bor. Men nomimdan chiqsanglar, kelishtirib berishadi. Sog' bo'linglar.